Qo'limdagi ochkini sun'iy intellektda borib desam ishonasizlarmi? Undan tashqari bemalol 140 ta tilda gaplashsa bo'ladi desam qani. Ochkimizga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar anti-blikivi, undan tashqari sensor datchik hamda o'rtoqlar ikkita mikrofon, ikkita kolonkalar bilan jihozlangan. O'rtoqlar Mamutga bekordan bekor mikrofon ilib qo'ymaganmiz. Botdan chiqayotgan ovoz sizlarga eshitirish uchun tekshirib beramiz. Bemalol o'rtoqlar o'zingiz uchun qanaqa perevod qilayotganini bilib olsangiz bo'ladi. Telefonga tayyor qilib ulab qo'yganmiz sizlar uchun o'zbek hamda rus tilini bemalol o'rtoqlar perevod qilib berishini ko'rsatib bermoqchimiz. Xullas, ko'rib turganingizdek, ochki gapirasizlar, telefondan ovozingiz chiqadi. Telefonga kimdir o'sha inostroyan gapiradigan bo'lsa, ochkidan perevod keladi. Ko'rayotganingizdek o'rtoqlar, hop, o'zbek tilini tanlaymiz. Assalomu alaykum, xayrli kech. Здравствуйте, добрый вечер. Qali, nima deyapti? Qo'ymisizlar? Bundan tashqari o'rtoqlar, bunda bemalol rus, ingliz, xitoy, turk, arab xohlagan tilingizda xohlagancha perevod qilsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar narxini 550 ming so'm qilib beramiz. Upakovkasi mana shunaqa bo'ladi. Sensor yordamida bemalol ashula ham eshitsangiz bo'ladi. Telefonda gaplashsangiz ham bo'ladi. Xullas, sifatiga garantiyalari bor. 550 ming so'mga o'rtoqlar O'zbekiston bo'ylab tekinga yetkazib beramiz.